Assalomu alaykum Agrimax kanali kuzatuvchilari hamda bog'bonchilik bilan shug'ullanadigan dehqon akalarimiz. Hozirgi paytda bog'larimizdagi mevalar rosa pishgan payt, ularni terib olish kerak. Mevalarimizni terib olish uchun juda ham ishlatishda qulay bo'lgan narvonlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Teleskop hamda transformer narvonlarimiz bor. Hozir shularni birma-bir obzorini, qanday ishlashlarini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Videoni shu yerda 10 sekundga pauza qilib turing. Sababi podpiskani bosib, like tugmachasini bosib qo'ying. Biz yanada qiziqarli videolar, bundan-da katta masshtabdagi videolarni qo'yib joylab boramiz. Bemalol kuzatib borasiz. Ana endi videoni davom ettiramiz. Birinchi o'rinda transformer narvonimizni ikki tomonlama varianti. Bu narvonimizni pog'onalari soni 6 ta bo'ladi. 4 pog'onadan 7 pog'onagacha bo'ladi. Bu narvonimiz ikkitali shati ham bo'ladi va bu yerdan bir tomonlama shati qilib ishlatsangiz ham bemalol bo'ladi. Bu holatda bog'larda mevalar tergani juda ham qulay bo'ladi. Bu narvonimizni mexanizmida shunday temirlar bo'ladi. Bu qulfni ochib beradi. Bu ikkitali shakldan bittali shaklga keltirish uchun mana bunday qilsangiz bir tomonlama narvon qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu narvonimiz 150 kg odamni bemalol ko'taradi. Ikkinchi o'rinda transformer narvonimizni to'rga taxlanadigan varianti bo'ladi. Bu narvonimiz ikki tomonlama A shaklida ham qilib ishlatsangiz bo'ladi, bir tomonlama shaklida ham ishlatsangiz bo'ladi. Yetmagan joyiga P qilib eshak shakliga ham keladi bu narvonimiz. Bunda ham xuddi shunday mexanizmlar joylashgan bo'ladi. Xo'p. Bu holatda ikkitali shaklga kiradi bu. Mana ko'rib turganinglardek ikkitali shaklga keldi. Endi buni eshak shakliga ham keltirib beramiz bitta. Bu bir tomonlama varianti. Endi buni bu oyog'ini ichkariga qayraymiz. Eshak shakliga keladi. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek, hurmatli kuzatuvchilar, bu eshak shakliga keldi. Bunday bog'larda ustiga chiqib 100 kg, 150 kg gacha ko'taraveradi. Mevalarni bemalol terish mumkin bo'ladi. Bu narvonimizni razmerlariga kelsak, taxlami 4 taga taxlanadi. Pog'onalar soni 3 ta bo'ladi. 4 taga taxlanib, pog'onalar soni 6 ta bo'ladigan. Ya'ni A shakliga kirgizsangiz 3,5 metrgacha, bir tomonlamada 7 metrgacha bo'ladigan razmerlari bor bu narvonlarimizni. Xo'p, endi uchinchi o'rinda teleskop narvonimiz bo'ladi. Teleskop narvonimiz bu yig'ishtirishlari ham juda ham qulay. Bir tomonlama hamda ikki tomonlama variantlarga kira oladi bemalol. Xo'p, buni shunday chiqarsangiz o'zi chiqaveradi. Bunday qilsangiz mana A shakliga keladi. 150 kg vesti bemalol ko'taradi. Yig'ishtirishlari ham juda ham oson bo'ladi buni. Bu yerda hozir mana qulflangan, yopilib ketib qolmaydi. Xavfsiz juda ham. Bu simni tortilsa yopiladi narvonimiz. Yig'ishtirish uchun bu yerda maxsus knopkalar bor. Shunday kirib ketadi o'zi. Buni bir tomonlama qilib ishlatsangiz ham bo'ladi buni ham. Mana bunda bir tomonlama bo'ldi. Bunda ham bemalol tomlarga chiqib ishlatsangiz bo'laveradi. Xo'p, bu teleskop narvonlarimizni eng kichkinasi 1.70 ga 1.70 bo'ladi A shaklida. Eng uzuni 4.10 ga 4.10 gacha razmerlar bo'ladi. Pog'onalar soni oraligi 40 cm bo'ladi. Bu yerda yana bitta turdagi transformer teleskop narvonimiz bor. Buni pog'onasi jicha kichkinaroq bo'ladi. 40 cm ga bormaydi. 29-30 cm chiqadi. Mexanizmlari ham bunisida jicha farq qiladi.
mexanizmlari ichi baquvvatroq ishlangan bo'ladi. Bularda 1.90 dan 4.10 gacha razmerlari bo'ladi. Bog'dorchiliklarda konditsioner ustalar, kamerachilar, parda tikadigan opalar barcha birdek foydalansa bo'laveradigan narvonimiz mana shu bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hamma narvonlarimizni ko'rsatib chiqdik. Xudo xolasa endi bu narvonlarimizni mevani oldiga olib borib, meva terishda jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Bizning do'konimizda narvonlar turi juda ham ko'p. Shuning uchun astoydil kelib, o'zingizlar ko'rib, bemalol xarid qilib olib ketsanglar ham bo'ladi. Instagramdan yoki YouTubedan kelib, obuna bo'lib olib ketsangiz, narxlaridan albatta chegirmalar qilib beramiz. Do'konimizning manzillari Andijon shahar Yangi yo'lda joylashgan bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, bu narvonimiz men o'zim shaxsan 90 kilo chiqaman. Eshak shaklida bemalol ko'taryapti. Bu yerda mevalarni terib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi teleskop narvonimizni ham bitta ko'rsatib chiqamiz. Teleskop narvonimiz bu menga eng yoqqan narvonlardan bittasi bo'ladi. O'zim sotadigan narvonlar ichida eng yoqqan varianti menga shu. Teleskop narvonimizni ham mana xolasa bu yog'iga yana bitta sherigingiz bo'lsa ham chiqib turib tersa, 2 kishi chiqib tersa ham bo'ladi. Narvonimizni ko'tarish vesi 150 kilo. Xo'p, endi buni bir tomonlama qilib tomga chiqasizmi yoki boshqa narsaga ishlatasizmi? Daraxtlarni bahor mavsumida tutashga ishlatiladi. Shunda ishlatsangiz ham bo'ladi. Bir tomonlamada ham ichiga kirib ketib qolmaydi. Mana terak kesib, daraxt kesib, shunaqang bilan shug'ullanadigan akalarimiz ham bemalol olib foydalansa bo'ladi. Bu teleskop narvonimizni bizda bir tomonlama variantlari ham bor. 3 metrdan 7 metrgacha chiqadi, bizda razmerlari topiladi. Buni 2 tomonlama variantimizni bir tomonlama qilsangiz 8 metr bo'ladigan variantlari ham bor. Mana bemalol chiqib daraxtlarni putasangiz bo'ladi. Egilib ketmaydi, mexanizm nozik ekan, sinib ketadi degan kommentlar bo'lmasin. Bemalol ko'taradi, juda ham mustahkam. Mana hurmatli kuzatuvchilar, narvonlarimizning birma-bir qanday ishlash jarayonlarigacha boqqa kelib ko'rsatib chiqdik. Xudo xolasa, sizlarga ham shunaqa narvonlar kerak bo'lsa, boshqa turdagi narvonlar, misol uchun ayni artasimi, yengil variant kerak deysizmi, barcha turdagi narvonlar bor bizda. Do'konimizga bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Andijon shahar Yangi yo'l 9 etajdan kirganda Humo avtoservisida joylashgan. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Respublika bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda, xudo xolasa. Sizlarga barcha qiziqarli videolarni qo'yishda davom etib boramiz. Like tugmachasini bosib qo'ying.